Men uskunamni tuzatdim. Endi qor malikasining saroyiga yetib olamiz. Rostdanmi? Iltimos tezroq boraylik. Ketdik. Ha, shunda professor shunday dedi. Yerda qizim, men bu yog'iga bora olmayman. Mening uskunam ishlamaydi. Rahmat bobojon, siz meni shu yergacha olib kelib qo'ydingiz. Men ukangni topishingga omad tilayman. Xo'p, rahmat bobojon. Xayr, Gerda. Xayr bobojon. Shunday qilib professor bu yog'iga o'tolmasligini aytib, Gerda bilan xayrlashdi. Gerda esa yolg'iz, qorong'u va sehrli o'rmondan o'tishga qo'rqar edi. Lekin ne qilsin, ukasi Kayni juda ham yaxshi ko'rar edi. Gerdani kirishiga esa ruxsat bermadi. Daraxtlar jonlanib, Gerdani asta-sekin o'rab olishdi. Axir o'rmon sehrlangan edi-da. Gerdaga endi tajovuz qilmoqchi edi, o'rmon tilga kira boshladi. If you're afraid, then come on with me. And I know what you came here to do. Now bust it up and let us see you get it. It's going down for real. It's going down for real. It's going down for real. To'xtanglar. Iltimos meni o'ldirmang. Men Yovuz qor malikasining saroyiga ketyapman. Meni o'tkazib yuboring. Biz seni o'tkaza olmaymiz. Biz qor malikasiga xizmat qilamiz. U bizni sehrlab qo'ygan. Meni o'tkazib yuboring. Men albatta ukamni topaman va qor malikasini yengaman va sizlar ham albatta sehrdan ozod bo'lasiz. Iltimos, meni o'tkazib yuboring. Unda biz maslahatlashib ko'ramiz. Ha, o'rmon sehrli edi. Agar qor malikasini yengsa, ular ham sehrdan ozod bo'lishini bilardi. Shunda o'rmonlar qaror qildi. Biz maslahatlashib ko'rdik va seni o'tkazib yuboramiz. O'rmon o'z bag'rini Gerdaga ochdi va uning qor malikasini yutishiga umid qildi. Chunki ular ham sehrdan